alaykum, qadrli ishtirokchilar, bizni tarix klubimiz a'zolari. Biz biroz muddatdagi tanaffusdan keyin yana podkastlarimizni boshlayapmiz va bugun juda ham qiziqarli mavzulardan biri haqida yangi bizlarning nimamizda podkastimizda endi birinchi marta chiqayotgan Sherzod bilan boshlaymiz. Mavzumiz Hindiston va Pokiston yoki umumiy olganda o'sha tarixiy Hindiston regioni tarixi haqida va bularni bo'linishi haqida, qanaqa qilib aslida bitta millat hisoblangan xalq bo'linib ketgani haqida bo'ladi. Assalomu alaykum Sherzod. Assalomu alaykum Mansur. Xo'sh, kelganga xursandman. Birinchisidan uzr so'rayman meni o'zim o'zbek tilimga, chunki rus maktabda o'qiganman. Shuning uchun hammada uzr so'rayman, sendan birinchi o'rinda. Lekin qiziqarli temasi, chunki men uchun bu nafaqat ikkita davlat haqida gap. Men uchun bu o'zi etnik o'zlik haqida katta muammosi. Demak, nimaga yevropeyskiy standartlar bizni Osiyoda yaxshi ishlamaydi? Nimaga bu qandaydir o'zlik, self identification o'zi yevropeyskiy konsept bo'lyapti? Nimaga Hindistonda mana shunday ko'p muammo etnik va din tarafida chiqqan? Shu haqida va endi kolonializm oqibatlari haqida ham gapirishimiz kerak. O'zi men tili haqida gapirmoqchi edim. Sherzodning tili haqida. Adashmasam sen 2,5 yil oldin boshlading o'zbek tilini o'rganishni. Ya'ni tasavvur qilinglar, 2,5 yil oldin, 2,5 yilda o'rgansa bo'ladi, lekin 2,5 yildan keyin ilmiy podkastda chiqish bu har kimga emas. Shuning uchun nima qilasizlar? Ya'niki Sherzod o'zbek tilini yaxshi ko'radigan, uni o'rganayotgan inson va mana ilmiy suhbatda ham bu tilda chiqyapti. Buni birinchi tili aslida rus tili. Xo'p, Hindiston haqida aytadigan bo'lsak, men birinchi ma'lumot berib o'tadigan bo'lsam, bugungi kunda asosan Hindiston va Pokistonni bilamiz. Aynan bugungi kunlarda ham juda faol harbiy harakatlar olib borilyapti va bu faol harbiy harakatlardan oldin ham ular aslida chegarasi hech qachon tinchimagan, mustaqil bo'lgandan keyin. Lekin Hindiston, Pokiston va undan tashqari ularning atrofidagi ba'zi davlatlar, Bangladesh, hatto ba'zilar Nepalni ham qo'shadi, Shri Lanka, bu davlatlar madaniyat jihatidan bir-biriga juda ham o'xshaydi va tarixiy jihatdan hammasi Hindiston yarim oroli va uni atrofini o'z ichiga olgan umumiy bir sivilizatsiya a'zolari hisoblanadi. Shuning uchun mana shu mavzumizni boshlashdan avval umumiy tarixiga ozgina gapirsak, umumiy tarix haqida bir to'xtalib o'tsak yaxshi bo'lardi. Birinchi o'rinda biz Hindiston o'zi mana shu subkontinent haqida, madaniyati haqida gapirishimiz kerak. Birinchisidan, o'zi Hindiston madaniyati bu bir madaniyat emas. Chunki Hindistonda ancha urug'lari bor. Har bir urug'ida har xil madaniyatlari bor. Bu birinchi. Ikkinchisi, endi o'zingiz bilasiz tarix haqida, Hindiston eng ko'p jang qilgan davlati, eng ko'p Hindistonga endi boshqa davlatlardan bostirib kirganlari, demak uni bostirib olganlar endi qadimiy xalqlardan, masalan Aryonlar, Baktrianalar, keyin Kushonlar, ancha ko'p davlatlar shu Hindiston tarafiga jang qilgan. Demak, shu har bir orasida madaniyati qurildi. Oryonlardan qolgan meros bu kast sistemasi. Demak, tabaqa. Har bir insonda avval Hindistonda varinlar bor edi. Varinlar demak demak varinda tug'ilgan kishi, kastada tug'ilgan kishi boshqa ishga, boshqa masalan demak mutaxassis bo'lmaydi-da. Masalan, jangchi hech qachon savdochi bo'lib bo'lmaydi. Jangchining o'g'li ham jangchi bo'ladi. Shunday. Demak, jangchilar o'ziniki varinda bo'lgan. Savdochilar o'ziniki varinda bo'lgan. Brahmanlar, demak alimlar, ular o'ziniki varinda bo'lgan. Demak, bu kastalar Oryonlardan paytdan beri Indiyani shunday bir ajratirgan.
Shu birinchi. Ikkinchi, mana shu varindan kelgan madaniyat, demak, har xil varinda o'zini milliy self identification, demak, o'zlik bor edi. Demak, har bir varin o'zini a, ajratilgan yoki ya'ni отделённый, как Ajralgan, Ha, alohida. aloqa xalq deb hisoblagan. Ha. Demak, masalan, biz O'rta Osiyo bilan nisbat qilsak, masalan, bizlarda O'rta Asrlarda tojiklar bor edi, o'zbeklar bor edi va sartlar bor edi. Sartlar bu demak millati emas. Bu demak qo'shilgan, ancha aralashgan xalqi kim savdo qiladi yo yerni ustida dehqonchilik qiladi. Lekin ulardagi self identification, demak o'zlik, sartlik bor edi. Chunki o'zbek bilan ajratilgan qanday? O'zbek demak ko'chmanchi, sart demak savdochi. Shunday qarab, ularda ham o'zi madaniyatlar bor edi. Aytgancha, mana shu birlik, demak Hindistonning birlik hech qachon bo'lmagan narsada. Bir miflarda Mauriya imperiyasi bor, lekin u hech qachon menimcha o'sha vaqt hech qachon imperiya bir mana shuni katta qismini bir o'zi qo'liga olmaydi-da. Menimcha bu ko'pchiroq mana shu Mahabharata miflardan kelgan. Chunki o'zing bilasan, Aryon Turon ham hammasi birlikday, anavday, lekin biz o'zimiz bilamiz, Sasaniylarda, anavlarda administrativ haqida ko'p muammolar ham bor edi. Demak, endi hozirgi vaqtga o'tsak, mana shu kastalar ular demak o'zi 19-asrda o'lganni boshladi-da. Haligacha qishloqlardan, mahallalardan kastalik, demak varinlik haligacha bor. Demak, dehqon o'g'li bo'ladi. Jangchi o'g'li bo'ladi, armiyaga boradi. Savdochi bo'ladi. Va bittasi muammo shular bilan shu varinlar faqat 5 ta 4 ga anav qismlariga bo'lmaydi. Demak, har bir kastasi, har bir masalan regionlarda o'ziniki kastasi bo'ladi. Demak, bizlarda urug'larni bilasan-da. Urug'lar demak bir urug' bo'lishi mumkin. Ikkinchi urug'iga aloqasi ketadi, ajratadi. Keyin mana shu ikkita urug'lar yana 4 ta urug'larga ajratadi. Shunday kast sistemasi ham ishlaydi. Demak, har bir professiya, har bir regionda o'ziniki kastalar bor edi. Demak, millatchilik yoki millat degan narsa Hindiston millat hech qachon shunaqa narsa bo'lmagan. Birinchi mana shu ideyalar Britaniya kolonializmdan kelgan. Chunki ularda endi intereslariga mana shu millatchilik qurish yaxshiroq edi. Chunki ularda masalan qanday sen mana shu har xil odamlarni, har din, har kastalar, har varinlar qanday ularni birlashtirasan, sen millat qurasan. Ular haqida sizda bir tarix bor, bir madaniyat bor. Demak, siz bir xalqsiz. Aytgancha nimaga u kerak? Chunki Britaniya imperiyasi ularni odamlarni demak ishlashtirish uchun mana shu ichki muammolarni yo'q qilish kerak edi. Lekin ikkinchi tarafidan ular shu ichki muammolarni ham yaxshi ishlatilgan. Chunki sen o'zing bilasan, masalan Britaniya Indiyani bosib ketgandan keyin hech qachon o'zi demak har joyini o'zi hukmdor bo'lmagan. Har joyda o'ziniki demak hukmdorchi bor edi. Demak, yoki hindu yoki musulmon. Mana shu hindu yoki musulmon sultonlari, podshohlari ular o'ziniki regionlarni demak bosh bo'lgan. Mana shularni bir-biriga ajratib, bir-biriga demak qarama-qarshi qo'yib, qarshi qo'yib, mana shu Britaniya imperiya shu
bir-biri bilan muammolarni ishlatgan. Oddiy xalq uchun millatchilik qurgan. Hmm. Demak, senga masalan keltiraman. Indian National Congress, demak ENK, 1885-yilda qurilgan. Birinchisida musulmonlarni ham, hindularni ham, har bir varlarni, kastlarni ham qo'shilgan ichilgan. Lekin birinchisida nimaga o'zi mana shu Indiya kompaniyasiga qanday aytsam bo'ladi, o'zi ruxsat bergan borlikka. Chunki ular birinchisidan britaniyalik kompaniyasi deb o'zini nomlagan. Demak, biz sizlarga loyalmiz, biz sizlarga qarshi emasmiz. Biz o'zimizni haqqimizni yoki qanaqadir ichki muammolarni hal qilamiz. Bu birinchisi edi. Keyin Britaniyani imperiya zaiflik bo'lgandan keyin ular ko'proq avtonomiya so'ragan. Undan keyin ozodlik so'ragan. Demak, bu birdan bo'lmagan narsa-da. Endi savollaring mana shu ichki temalar kirishi uchun umumiy demak bilishim bo'yicha ularda bitta umumiy sivilizatsiya bor, bir-biriga o'xshashlik, xuddi o'sha O'rta Osiyoda bir necha xil millat bor, lekin bir-biriga o'xshaydi. Shunaqa narsa bor, lekin hech qachon ular bitta davlat bo'lmagan yoki deylik bugungi kundagi chegaralarda bo'lmagan. Har xil davlatlar ichida bo'lgan yoki bosib olishgan va juda ham ko'p millatlar, xalqlar bo'lgan. Ya'ni bir-biridan nimalari, madaniyatlari farq qiladigan shunaqalar bo'lgan. Lekin umumiy sivilizatsiya, ya'ni umumiy Hindiston deb atalgan o'sha joy, to'g'rimi? Britaniya kelgandan keyin xuddi o'sha bizlardagi urug'larga o'xshab, ya'ni hamma urug'ini aytadi, lekin umumiy turkistonlik shunaqa deydi. Shunga o'xshab shunaqa bo'lgan, lekin Britaniya kelgandan keyin zamonaviy shakldagi ana shu Fransuz inqilobidan keyin Yevropada vujudga kelgan zamonaviy o'sha natsionalizm bu yerga kelishni boshlaydi, shunaqa, to'g'rimi? Ha. O'sha boyagi Hindiston Milliy kongressi tuziladi. Unda har bir o'sha nimalardan, xalq vakillaridan odamlar bo'lgan. Lekin musulmonlar keyinchalik alohida kongress tuzishadi. Musulmonlar ligasimi? Musulmon ligasi. Bunga nimaga ehtiyoj bor edi? Nima uchun ular alohida liga tuzishga majbur bo'lishdi? Birinchisidan o'zi ANK kompaniyasi, mana shu ANK kongressda ko'pchilik hindular bo'lgan. Demak, Mahatma Gandhi juda bilingan kishi, hammasi uni biladi. Demak, u boshda turgan va u bilan boshqa hindular, hukmdor tarafida ko'proq hindular bo'lgan. Musulmonlar kamchilik bo'lgan shu. O'sha payt Muhammad Ali, demak Pokistonlik birinchi prezidenti, mana shu hindistonliklardan, demak hindulardan, din tarafidan, hindulardan basmachlik, demak yoki o'ldirishdan, mana shu qandaydir noadolatli munosabatlardan qo'rqardan musulmon ligasini qurilgan. Demak, musulmon haqlarini himoya qilish uchun. Nimaga? Chunki u bilar edi, qachonki birlar musulmon bo'lsa, demak Hindiston bilan, ular kamchilik bo'ladi. Ular kamchilik bo'lsa, ularni bosib oladi. Demak, hukmdorda joy bermaydi. Demak, oddiy musulmonlarni o'ldiradi. Shuning uchun bizda aloqa, demak, ajratilgan davlat qurishimiz kerak deb o'yladi. Ya'ni bilishim bo'yicha ular agar o'sha hindular bilan birga bo'lsa, ularni qanaqadir huquqlari e'tiborga olinmasligi mumkin. Shundan. Xo'p, lekin bu nima bilan bog'liq? Masalan, Britaniyani o'sha Hindistonni bosib olishdan oldin u yerda hukmronlar musulmonlar bo'lgan, o'sha Boburiylar. 300 yil oldin Boburiylardan oldingilar ham musulmonlar bo'lgan. Lekin nimaga bu paytga kelib qo'rqishgan yoki o'sha nima deydi, natsionalizm kelgandan keyin asosan hindularning nimasi oshib ketgandanmi yoki
aynan shu Boburiylar davrida ham ba'zi muammolar bo'lgan deb o'qigandim. Ya'ni hindular bilan musulmonlar orasida yoki shunaqa muammolar yana qanaqadir yuzaga chiqqanmi? Aytgancha, Baburiylar bu Hindiston tarixida menimcha mana shunday eng katta nuqtada, chunki shu nuqtadan boshlab Indiya hozirgi tarixi boshlanadi. Chunki Baburiylar eng katta Hindiston davlati bo'lgan. Hech qachon tarixda shunday katta Hindiston yerlarida davlati bo'lmagan. Birinchisi, ikkinchisi eng yaqin mana shu birlikka kelgan davlati u ham Baburiylar bo'lgan. Demak, Britaniyadan oldin albatta. Ular o'zi bilmasdan britaniyalik va keyingi Hindiston demak millatchilik qurilgan. Mana shu tarixi, demak Mo'g'ullar tarixi. Ular qanday Pokistonni ham, Hindistonni ham, Bengalni ham olgan o'zi ichiga. Chunki demak o'sha vaqtida millatchilik yo'q edi. Hamma mana shu musulmonlar demak bir ummat. Lekin Yevropeylar kelgandan keyin ularda boshqa ideyalar bor edi. Demak, ularda ular fikri bo'yicha yerlar, xalqlar bir tarixa. Demak, masalan, sen o'zing bilasan, Indiya Ind daryodan nomlashgan. Ind daryosi o'zi Pokistonda, Indiya emas. Shuning uchun eng kattasi muammo mana shu bilan millatchilik va tarixi bilan bog'lash. Baburiylar o'zi aslida demak O'rta Osiyodan kelgan-ku. Lekin fors tilida gapirgan. Fors tili o'zini adaptatsiya qilish uchun mana shu hindistonlik musulmonlar va hindlar o'zi tillarni qurgan. Mana shu urdu va o'ziniki hindi varianti bor. Mana shu tili o'zi musulmon tillaridan aralash. Demak, musulmon bo'lgan hindulardan o'zi tojik tili, demak dari, forsiy, turk tili, arab tili ichiga bog'langan. Demak, mana shu tili eng katta, qanday aytsam bo'ladi, sunniy narsa. Demak, bu birinchi sunniy tili, lekin u natural yo'lda bo'lgan. Chunki xalqlar uchun kerak bo'lgan til edi. Demak, sun'iy, ha. Ya'ni til sun'iy tashkil qilingan, lekin tabiiy ehtiyoj bor edi. Ya'niki hukmdorlar kelgan, asosan fors tilida gaplashyapti, davlat tili forscha, lekin u yerda hindlar yashaydi. Shu boyagi, lekin hukmdorlar o'zlari Turkiydan, fors tilidan va islomdagi arab tilidan qo'shib olib, ya'ni yangicha til tuzilgan sun'iy ravishda, lekin tabiiy ehtiyoj bor bo'lgan. Tushunarli. Ana endi umumiy kartina hozir shunaqa bo'lyaptiki, Britaniya kelyapti, bosib olyapti va zamonaviy shakldagi millatchilik boshlanyapti ularda. Va millatchilik boshlanayotgan paytda hindular ko'proq ular va aynan o'sha millati bugungi kundagi siyosiy millat shakllanayotganda asosan hindu dinidagi odamlar o'sha hindu madaniyati bilan shakllanyapti va bunga qarshi bo'lgan musulmonlar alohida, o'zini alohida deb bo'lyapti. Umumiy kartina shunaqa menimcha, to'g'rimi? Ha. Xo'p, ana endi Britaniya bularni o'sha har xil yana nimalar bor edi-ku, rojalar, sultonliklari bor edi-ku, bularni o'ziga foyda olib kelishi uchun tabiiyki logistikada muammo bo'lmasligi kerak, narsalarni Britaniyaga olib borish uchun, tashish uchun yoki ularni ishlatish kerak. Bu uchun ularni birlashtirdi. Lekin nimaga aynan musulmonlar va hindularni ham birlashtirsa bo'lardi? Nimaga qilmadi? Yoki buni iloji yo'qmidi yoki bundan ularga foyda bormi? Demak, ya'niki Britaniya bularni birlashtiryapti. Sizlar umumiy bir tarixlaring bor, deyapti.
Lekin nimaga musulmonlar bilan hindular ajralishiga qarshi turmayapti? Yoki unga foyda bormidi bunda? Indiyada albatta, demak, masalan, salgina vaqtda orqasiga ketamiz. O'zi birinchi bosib ketgandan keyin musulmonlar eng birinchi hindularga qarshi bo'lgan, britaniyalarga, demak, musulmonlar Britaniya imperiyaga eng birinchi qarshi bo'lgan xalqi. Nimaga xalqi deyapman? Chunki Indiya kontekstida xalqi deb bo'lsa bo'lib bo'ladi. Keyin tushuntirib beraman nimaga. Demak, musulmonlarda shunday fikr bor edi, kofirlarga, demak, britonlarga, musoyiylarga biz o'qimaymiz, sig'inmaymiz. Biz ular bizdan tepada hukmdor bo'lmaydi. Biz hukmdor bo'lishimiz kerak, chunki biz musulmonmiz. Shuning uchun britonlar hindularni ishlatgan. Eng ko'pincha rajputalarni. Rajputa bu shunday kastasi varni, demak jangchilar. Ular endi mana shu sever как было? Shimol. Endi Shimoliy Hindistonda hukmdorchi bo'lgan, lekin keyin islom bilan demak musulmonlar kelgan, ularni bosib ketgan va Baburiylar shu vaqtgacha mana shu rajputlar bilan jang qilgan. Tushunarli. Endi Maratha imperiyasi ham adashmasam rajputlarni qilgan. Maratha Boburiylarga qarshi chiqqan imperiya. Ya'ni rajputlar hukmdor edi va musulmonlar keldi Boburiylar boshchiligida. Ulardan hokimiyatni oldi va keyinchalik Britaniya kelgandan keyin aynan o'sha rajputlarni musulmonlarga qarshi qo'ygan. Rajputlar, Rajputanadagi ular nimaga shuncha qiziqarli kastasi varnisi? Chunki o'zini etnik tarafida hozirgacha hisoblaydi. Birinchisi, ikkinchisi bu jangchilar qatlami. Demak, rajputlarda madaniy meros juda qiziqarli. Nimaga? Chunki birinchi musulmon Hindistonga bosib ketgandan keyin ularda jang odatlari bor edi. Demak, kim otda bo'lsa, piyoda bo'lgan quroli bilan jangchi bilan urushmaydi. Kim filda bo'lsa, otda bo'lgan jangchilar bilan urushmaydi. Yoki masalan qilichi bilan копье как будет? Nayza. Как? Nayza. Nayzat? Nayza. Nayza. Namnaqa qilib ot uradigan nayza. Mayza? Nayza. Nayza. Demak, qilichi bilan bo'lgan inson nayza bilan bo'lgan inson bilan urushmaydi. Demak, ularda qanaqadir izzat odatlari bor edi. Demak, ular shunday fikrlashtirdi. Demak, sen jang bu g'alaba emas. Bu odati, qanday jangga kirasan. Ular uchun jang qilish xudolar, o'ziniki xudolarga demak ibodat bo'lgan. Demak, sen shu jangni g'alaba uchun qilmayapsan, o'zi jang uchun, demak, ibodat uchun qilyapsan. Va shu qiziqarli narsa, chunki rajputalarda ko'p yutqazishlar musulmon tarafidan bo'ldi, chunki musulmonlarda boshqa odati bor. Demak, jang bu aldam. Shu demak Darul Harb, demak harb, demak jang yerlari. Shu yerlarda jang bo'lganida aldash mumkin. Chunki payg'ambarimiz taktika bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi, jang bu aldam. Shuning uchun eng ko'p qiziqarli va kulgili mana shunday janglar yutqizganlar mana shu rajputlaridan shu madaniy odati uchun. Demak, bir marta G'aznaviy Mahmud G'aznaviy Hindistonga kelganda rajputlar bilan jang qilgan. Jang qilganda o'zi birinchi jangda rajputlar yutgan. Demak, biz g'alabamiz deb o'yladi.
Bir yil keyin Mahmud G'aznaviy yana qaytib keldi. Agrani oldi. Lekin o'sha payt Rajputlar demak haligacha g'alabani esida qolgan. Mahmud G'aznaviy ularga xat yozgan. Demak, biz faqat Agra uchun keldik. Shuni o'zimizga qoldiramiz. Faqat demak tinchlik, peace oramizda bo'lsin. Ular ha deb o'yladi. Bo'ldi, xat yozgan, demak bo'ldi, tinchlik bo'ldi. Как будет вообще мир? Tinchlik? Tinchlik. Endi demak tinchlik bo'ladi, bo'ldi, uxlab qoldi. O'sha vaqt Mahmud G'aznaviy uxlab ketganda, demak Rajput uxlab ketganida bosib kelgan, ularni lageriga kirib kelgan, hammasini o'ldirgan va shu bilan Rajput sultonotligini olgan. Va shunday shu misol bitta ikkita marta emas bo'lgan. Shu misol bir yoki ikki marta bo'lmagan emas. Bu har doim mo'g'ullargacha bo'lgan odatlar. Keyin Rajputlarda qiziqarli narsa yana bor. O'zi xotinlar, Rajputlar xotinlar, o'ziniki demak odati, madaniyati ham bor. Ular o'zini erini to'g'ri, demak jangchi yo'liga qo'yish kerak. Bir marta shunday tarixi bor, hikoyasi. Bir Rajput shuncha o'zini xotinini yaxshi ko'rgan edi, hech qachon jangga chiqmagan. Ketgan, qaytib kelgan, sensiz yashay olmayman. Bir marta kelardi, xotindan so'rab oldi. Menga bir xayrli, demak, sovg'a bermaysanmi? Uniki xotini o'zini kallasini kesgan va unga sovg'aday berib turgan. Va Rajput shuncha shu amali bilan o'zini kuchligini qilgan, his qilgan, shu kallasini olib otiga bog'lanib ketgan jangiga. Va va ikkinchi xotinlar odati, agar Rajput o'lsa, uni xotini sati qilish kerak, demak o'zini olovga yo'qolish kerak. Bu haligacha bor odati, afsuski. Lekin o'sha payt, demak Boburiy paytlarida shunday narsalar bor edi. Demak, ular jang yutqazsa, 3 marta Maratha imperiyasida shunday bo'lgan. 3 marta Boburiylar ularni g'alaba qilgan. 3 marta erkaklar ham, Rajputlar o'lgan. Ulardan keyin o'zi mana shu poytaxtda ularniki xotinlar o'zini olovga qo'ygan. 3 marta. Demak, shu juda ham Rajputlarni zaiflashtirdi. Xo'p, ana endi haqiqiy amaliy bo'linishi haqida. Politik jihatdan qachon bo'ldi, nimalar bo'ldi? Birinchisidan mana shu temani oxiriga aytib olay. Nimaga Britaniya mana shu hindularni ishlatgan? Chunki ularga farqi yo'q edi. Demak, sen hindu hukmdor bo'ladimi, musulmon hukmdor bo'ladimi, o'zini haqqini bersa bo'ldi. Demak, lekin o'zi siyosiy intereslarda Britaniya bilan bog'lanish kerak edi. Va shuning uchun eng ko'p ishlatgan xalqi Rajputlar va Sindhlar. Sindhlarni kimligini bilasan. Demak, hozirgacha ham ko'pincha mana shu armiyasida yoki Britaniyaga borgan siyosatchilar, ular Sindhlardan yoki Rajputanlardan keladi. Mana shu nimaga va qanday ajratish bo'ldi? Birinchisidan, Ikkinchi jahon urushidan keyin Britaniya o'z ichini bo'ldi, u Indiyani endi boqa olmaydi. Qo'lida ushlab tura olmaydi. Ushlab tura olmaydi. Birinchisidan resurslari yo'q, ikkinchisidan Ikkinchi jahon urushida u o'zini demokratik, liberal va erkin davlat deb hisoblagan
demak Gitler davlatiga qarshi. Va o'sha vaqt demak qanaqadir paradoksalni bo'lardi. Nimaga siz o'zi anti-imperializm, demak Gitlerga qarshisiz, lekin o'zingizda koloniyalar bor. Koloniyada oddiy xalq yashab olmaydigan koloniyalar. Demak, resurslarni ulardan olasiz, ularni O'g'irlaysizda. ikkinchi sort odamday hisoblaysiz, shunday. Endi demak, hech nima qolmadi britonlarga. Ular demak, ozodlik beramiz deb, shuning uchun Indiyaga Britaniyadan diplomat keldi. Shu diplomati o'zi ham vaqti yo'q edi, o'zi ham interesi yo'q edi, foydasi yo'q edi. U prosta qarab qo'ydi, mana shunday. Hech qachon avval Indiyada bo'lmagan kishi kelyapti Indiyaga. Deyapti, hammasiga o'zini tanlashni beramiz. Kimdir masalan shu yerda ko'pchilik musulmon turadi, ko'pchilik hind turadi, shunday ajratamiz dedi. Lekin kattasi muammo mana shu mustaqillik aytgandan keyin haligacha mana shunday sultonatlar va demak beklik haligacha qolgan. Demak, hindu beklar yoki musulmon beklar haligacha Indiyada bor edi. Va ularda so'ragan hammasi yoki Pokistonga yoki Indiyaga. Endi ko'pchilik yoki birinchi yoki ikkinchini tanladi. Faqat Haydarabad haqida gaplashmoqchi edik. Mana shu Haydarabad o'zini mustaqillikni aytib oldi. Lekin endi shu uchinchi opsiyasi u demak haqiqiy emas. Demak, u prosta sizda choice bor, sizda endi tanlash bor demak. Lekin hech kim senga mana shunday mustaqillikni bermaydi. Ya'ni hozir aytmoqchisanki, Yoki Pokiston va Hindistonga bo'linyapti. Xohlagan tanlayapti, lekin aslida nima? Faqat ikkita tanlashi. Hamma ya'ni Haydarobod o'zini alohida mustaqil deb e'lon qilyapti. Haydarobod o'sha knyazligi. Lekin oxirida baribir qaysidir biriga qo'shilishga majbur bo'lyapti shunaqa turib. Shuning uchun Haydarobodda hindular bosib olgan. Kashmirda shunday ham situatsiyasi bo'lgan. O'zi aslida Kashmir ko'pchilik musulmonlar xalqi, lekin boshqaruvchi hindu bo'lgan. Shuning uchun salgina mana shunday непонятkalar bo'ldi. Keyin pashtunlar mana shu shimoldan kelgan, bosib ketgan, keyin pokistonliklar kelgan, o'zini qo'lga olgan, keyin Indiya ham kelgan va birinchi Indo-Pokiston jangi boshlandi. Hozir bu yerda bitta nima aytish kerak? Mustaqil bo'lishdan oldin bularda ikkiga bo'linadi deyilyapti. Musulmon davlati va Hindu davlati tuziladi, hindulardan bo'ladi. Lekin aslida u yerda qanaqa bo'lgan? Britaniya hammasi Britaniyaning koloniyasi. Britaniya Hindistoni deyilgan, lekin aslida ichki ishlarda har birini o'sha rojalari, qanaqadir mahalliy hukmdorlari bo'lgan. Har bir hududni o'zini. Hozir masalan Hindistonda shtatlarga bo'linadi. Pokistonda ham shtatga o'xshagan shu federal okruglari bor. O'shalar oldindan ham bo'lgan, oldindan ham o'zini mahalliy hukmdorlari bo'lgan va o'shalarga tanlash huquqlari berilgan. Yo musulmon davlatiga o'tsan, yo hindu davlatiga o'tsan. Va bu yerda Haydarobod asosan musulmonlardan iborat bo'lgan hudud o'zini alohida davlat deb e'lon qilgan, lekin adashmasam uni xalqaro международный arenada hech kim tan olmagan adashmasam. Shuning uchun keyinchalik majbur bo'lgan Hindiston ichiga kirishga. Hindiston bosib olgan. Kashmirda qanaqa bo'lyapti? Kashmirda ham asosan musulmonlar yashaydi, lekin rahbari, rojasi hindu va Pokiston harakat qiladi buni o'ziga qo'shib olishga. U rahbar esa nima qiladi? Rasman Hindiston nimasiga o'tishga qaror qiladi. O'zi keyinchalik qochib ketgan adashmasam. Hindiston, Pokiston esa buni qo'shin kiritadi u yerga olish uchun. Hindiston ham bu hudud unga juda ham muhim edi, chunki juda ham boy hudud, muhim hudud hisoblanadi. Shimolda qanaqadir strategik hudud. Hozirgacha ko'ramiz, nima ham Pokistonga suv o'sha yerdan keladi haligacha.
Shuning uchun Hindiston ham bu hududni umuman qo'ldan boy berishni xohlamasdi va shunda birinchi Hindiston va Pokiston urushi boshlanadi. Shu mustaqil bo'lishi bilan urush ya'ni tezda urush boshlanadi. Demak, o'zini o'zlik qo'yilsak, demak, tarafiga olsak, genetika haqida gapirmoqchiman. O'zi Pokiston va Hindu genetikasi juda yaqin. Demak, Hindistonda BMAC, demak, O'rta Osiyo bakteriano-magrianskiy kompleks degan. O'rta Osiyo bu ironliklar, demak, O'rta Osiyo o'zi dehqonchilik kulturasi. Bu birinchi adashmasam, hindularda 15% gacha yetadi. Pokistonliklarga 20-25% gacha. Keyin Aryan Steppe, demak, oriylar, boshida shu haqida gapirgandik. Oriylar o'zi Pokistonliklarda 30-35% gacha mana shunday yetib oladi-da. Hindularda 20% gacha. Keyin o'zi sharq, g'arb, shimol, janubiy Janubiy Osiyo Pokistonlarida uncha ko'p emas. 5% gacha yetadimi shunday. Lekin hindularda u ko'proq. Chunki endi ariysi shu. Yo'q. Bu demak avtoxton, demak Oryonlardan ancha avval bo'lgan hindu Dravidlar va Assam, o'zing bilasan, mana shu tarafidan Osiyodan bo'lgan kulturalar. Janubiy Osiyo geni Pokistonliklarda deyarli 10% bo'ladi. Hindularda 20-30-40 gacha ham yetib bo'lishi mumkin. Demak, keyin Helmand kulturasi, demak, u uje Afg'onistonga, Pokistonga va Ironga yaqin kulturasi. Ular o'zi Pokistonliklarda ko'pchilik pushtunlarda bo'ladi. 10% gachami shunday. Hindistonlarda uncha ko'p emas. Demak, mana shu, demak, genetik fon, demak, o'zi genetikasi juda yaqin. Demak, как будет различие? Farqlar bor. Nimaga? Chunki Pokistonliklar juda ko'p mana shu musulmonlar bilan aloqasida bo'lgan. Demak, musulmonlar bilan bog'lanishda birga bo'lib, ular bilan qo'shilib ketgan. Demak, ularda ko'p O'rta Osiyodan ham bor, ko'p mana shunday Irondan ham bor. Nisbatan mana shu hindular o'ziniki qandaydir qadimiyroq genetikasini saqlab ketgan. Lekin o'zi ko'rinishdan, sen ham biz ham bilamiz, ko'rinishdan почти bir xil ular. Demak, farqini faqat kiyimlaridan yoki demak o'zi diniy qandaydir ahvolidan bilib olamizda farqlarni. Demak, aytmoqchi bo'lganing, salgina farq bo'lishi mumkin nimada? Pokistonliklar ko'proq o'sha Eronlik xalqlar bilan va umumiy islomni qabul qilgandan keyin, islom kelgandan keyin boshqa musulmon xalqlar bilan salgina aralashgan bo'lishi mumkin, lekin umumiy genetikasini, tarixiga qarasak bir xil. To'g'ri aytib o'tding. O'zi bugun bitta kanalda, Eldar Asanov kanalida ko'rdim. Bitta Norvegiyadagi pokistonliklar bir kun bitta bir guruhi bor, raqs guruhi. Bitta o'zlarining do'stlarini to'yida raqsga tushadi va internetda tarqaladi. Hamma Indian dance chiqadi. Hamma mashhur bo'ladi, juda ham trendga aylanadi shu. Ham butun dunyoga tarqaladi bu video va shu raqsga ko'pchilik havas qilib shuni raqsni qilishni xohlaydi va hamma Indian dance, hindcha raqs va hindcha qo'shiq deydi. Aslida u qo'shiq nima bo'lgan? Pokistonda aytilgan qo'shiq bo'ladi, ular ham pokistonlik bo'ladi aslida. Ya'niki aytganda haqiqatan ularning ko'rinishini qarasa farq deyarli yo'q. Bizda ham masalan Mediya sudida ko'p o'qishadi ular. Pokistonlik ham, hindistonlik ham bor. Ko'pchilik bizlarnikilar hindlar deb qo'yadi, lekin pokistonliklari ko'proq aslida. Ular aslida ularga yoqmaydi bu narsa, lekin bizlarning odamlar ko'pchiligi ularni adashtirib yuboradi.
yoki o'zimizni universitetda bangladeshlik bola bor edi. Bizlarni nimaga ketganda, qishloqqa ketganda mahalla aholi hamma uni hind deb o'yladi, hindistonlik. Hamma unga qarab qanaqadir kinoni ismini, qanaqadir kino qahramoni ismini aytardi. Va o'zi ham boshida bunga uncha ko'nikolmadi, oxirida ko'nikib ketdi, o'zini Shohruxxon derdi. Shohruxxonni nimasini qiliqlarini qilib. Chunki ajrata olmasdi. Ya'niki u Pokistonlik ham emas, Hindistonlik ham emas aslida Bangladeshdan. Haqiqatan ularning ko'rinishini aslida farqlash qiyin. Lekin siyosat tufayli umuman bir-biriga dushman bo'lib qolgan. O'zi nimaga men ko'p aksentim millatchilikka deyman. Chunki mana shu Pokiston va Hindiston davlati eng katta sun'iy millatchilik masalasida. Chunki qanday situatsiyamiz bor? Pokiston hech qachon shunaqa millati yo'q edi. Faqat musulmonlar bor edi. Musulmonlar o'zi qavmlariga ajratadi demak. Belujimi, paxtunmi, o'zbekmi, tojikmi, forsmi. Keyin hindular bor. Hindularda bizlardan ko'ra ham ko'proq ajratish bor. Chunki ularda kastalari bor. Yoki tamillar, sikhlar, sen aytgan rajputlar, boshqalari. Va hech qachon ularniki kallasida shunday men hindistonlikman, demak biz hammamiz Hindistondanmiz, bir millatimiz fikri yo'q edi hech qachon. Demak, qanday o'zi ajratish bo'lgan musulmon va hindu. Demak, o'sha vaqt musulmon bo'lishi bu millati bo'lgan. Nimaga shuni keltirib olyapman? Chunki hozir paytda demak kimdirga aytsam meni millatim musulmon. U hayron bo'lib ketadi. Qanday? Men dinni so'ramayapman deydi. Deyman, bu modernizm. Demak, o'zbek bo'lish yoki tojik bo'lish, bizni o'zi O'rta Osiyoda tojik bu demak fors tilida gapirgan sunniy musulmon. O'zbek ko'chmanchi sunniy musulmon. Sard savdochi dehqonin sunniy musulmon. Unga qarshi demak deyarli qizilbosh bo'lgan. Qizilboshlarni Ozarbayjonni ham, Ironliklarni ham, forslarni ham, tolishlarni ham, kimlarni ham qizilbosh deb aytilgan. Nimaga? Chunki qizilbosh bu Shia sinonim bo'lgan. Demak, hamma mana shunday nomlar haligacha dinga aloqasi bor. Eng kattasi masalan o'zbek millati. O'zbek o'zi nomi qayerdan kelgan? Oltin O'rdada demak Juchi ulusida shunday hukmdorchi bor edi, O'zbekxon. Davlatni dinini islom qilgan. Hamma uni masalan xalqi uni nomiga uni nomidan o'zining nomini oldi. Demak, ham shunday tarixda shunday yozuv bor. O'zbekxon qachonki din islom hukumatini demak dinini qilgan, aytgan kimki musulmon meni nomimdan bo'lgan, mendan bo'lgan, o'zini o'zbek ataysin. Ya'ni aytmoqchi bo'lganing, o'zbek nomi kelib chiqish ham shundan keladi. Ya'niki O'zbekxon davrida dinlari boshqa edi. O'zbekxon islomni qabul qilgandan keyin aynan unga ergashib islomni qabul qilganlar O'zbekxonning tarafdorlari deb o'zbek deb atalgan. Va zamonaviy millatlar modernizm tufayli shakllandi. Ya'niki oldin ularda bor edi, qanaqadir faoliyatiga qarab, ko'chmanchimi yoki shahar aholisimi, tog' aholisimi shunga qarab ismlari qo'yilardi, alohida yoki ba'zilari tilga qarab va keyinchalik modernizm natijasida zamonaviy millatlar shakllandi. Shuning uchun bo'linish bo'ldi. Chunki o'sha vaqt o'zlik, demak self identification o'zi qandaydir regiondan qurmadi. O'zi qandaydir mana masalan o'zbeklar mana shu yerda hukmdorchilar, demak biz hammamiz o'zbekmiz. Shunday anonsida qurilmagan. Diniy tarafidan qurilgan. Demak, Pokistonlar bu musulmon davlat. O'zi tarixi hindular va musulmon ajratish uchun boshlanganda. Demak, musulmon ligasi
o'zini anosiga, maqsadiga musulmonlar hindulardan ajratish maqsadi qo'yilgan. Men masalasini O'rta Osiyodan keltiryapman, o'zimizniki tomoshachilarimiz tushunishi uchun. Demak, o'sha vaqt regionalizm va musulmonchilik, demak, diniy tarafidan identification bor edi. Masalan, men buxorolikman, men xorazmlikman, men qo'qonlikman. Demak, davlatiga bog'lab, demak, yoki shahariga bog'lab. Lekin agar masalan ruslar O'rta Osiyoda kelganda so'rab ketganlar, siz qaysi millatidansiz? Ular deb aytardi, alhamdulillah men musulmon. Chunki oddiy xalqda shunday millatchilik narsa yo'q edi. Ular aytmoqchi, masalan, aytishi mumkin, masalan, o'zbeklar mana shunday. Lekin bu millat tarafidan emas. Ular masalan o'zbek, bu demak ko'chmanchi, bizlarga hujum qiladi, bizlarda demak nimadir talab olinadi. Bizlar dehqonchilar, bizlar ko'chmanchilik qilmaymiz. Demak, shunday ajratish bor edi. Nimaga keltiryapman? Chunki vardlar bilan, kastalar bilan aloqasi bor. Demak, nisbati bor. Xo'p, ana endi qaytadigan bo'lsak, bizlar bildik, o'sha nimadan oldin, mustaqillikdan oldin nimalar bor edi, muammo bor edi. Ya'niki o'sha aytganingdek har xil xalqlar bor edi. Keyinchalik bular birlashtirildi-da, faqat ikkiga ajratildi: musulmonlar va hindular. Va ana endi musulmonlar ko'proq yashaydigan hududlarda Pokiston davlati tuzildi. Hindular ko'proq yashaydigan hududda Hindiston davlati tuzildi. Lekin ana musulmonlar orasida yashaydigan hindu dinidagilar ham bor edi, hindular orasida yashaydigan musulmon dinidagilar ham bor edi. Boyagi Kashmir masalasida ularda urush boshlandi. Xo'p, bu urush. Undan tashqari, lekin urushsiz ham juda ham katta nimalar, nima deydi, krizis nimada bo'lgan ekan? Musulmonlar hududida yashaydigan, yoki Pokistonga o'tib ketgan hududdagi hindular Hindistonga ko'chishi kerak bo'lgan va Hindistonda yashaydigan ko'pchilik musulmonlar Pokistonga o'tishi kerak bo'lgan. Mana bu yerda juda ham katta nimalar vujudga kelgan, juda ham ko'p odamlar aynan shu chegaralardan o'tishda o'lib ketgan ekan va ba'zilar aytishadiki, o'rtacha hisobda 500 ming, lekin bu 200 mingdan 1 milliongacha o'zi. Ya'ni eng kamida 200 ming o'lgan ekan, o'rtacha hisobda 500 ming deyishadi, lekin 1 millionga ham borishi mumkin ekan odamlar. Va ko'chib o'tganlar o'sha paytda, tasavvur qilinglar, o'sha 50-yillarda bir 7 milliondan ko'p aholi Pokistondan Hindistonga o'tgan va 7 milliondan ko'p aholi yana Hindistondan Pokistonga o'tgan va juda ko'plarning masalan qarindoshlari qolib ketgan, boshqa narsalar bo'lgan. Bu muammosi, demak, Britaniya administrativ muammosi. Demak, nima ular qilgan? Mountbatten mana shu chegaralarni qurgan, demak, ajratgan, rejani qurgan odam, u hech qachon hindular haqida o'ylamagan ham. Demak, mana shunday qilamiz, bo'ldi, men ketdim, xayr. Mountbatten Britaniyaning bu yerdagi nimasi? Gubernatori. Xuddi bizlarga o'xshab. Endi demak, posol desa bo'ladi-da. Ya'niki chegaralarni belgilayotganda xuddi yaqin sharqda bo'lganidek, yoki xuddi bizlarning o'rta Osiyoda bo'lganidek aholini talablari yoki nimasi inobatga olinmagan. Shunchaki chegara chizildi, bo'ldi, ikkita davlat tuzildi. Demak, tasavvur qil, nafaqat musulmonlarni hindular bilan ajratilgan, ikkinchisi ancha Hindistonda o'zi millati bor, millatlari. Demak, o'zi madaniyati bilan, o'zi tillari bilan, o'zi dini ham bilan. Demak, hindu dini o'zing bilasan, ancha yo'nalishlarga ham ajratib ketadi. Demak, shu hisobga olmagani uchun umuman u hisobga olmagan, ular haqida o'ylamagan ham unga to'g'risidan farq yo'q edi. Mana shu chegaralarni qurgandan keyin ikki tomonlama demak o'ldirish boshlandi. Demak, Pokistonda, Bengalda va Pokistonda hindularni
anavi qilgan, o'ldirgan, ularni bosgan, o'zingiz davlatiga ketinglar deb. Hindistonda ham shunday bo'lgan. Demak, kimdir bittasini o'ldirgan, ikkinchisi uni ham o'ldirgan. Keyin 10 talar keldi, o'zi bir bilan jang qilyapti. Mana shunday stixiyni hammasi boshlanib ketdi. Demak, ular nafaqat o'zi ko'chib ketgandan, ovqat yo'qligidan, anavisidan o'lib ketgan. Ularni demak, hindular yoki musulmonlar bir-birini o'ldirardi. Ya'niki oldinlari har xil madaniyati bo'lsa ham, lekin hammasi o'zini xuddi yashagani uchun nisbatan tinchroq edi desak bo'ladi. Bu yerda lekin ikkita davlat bo'lyapti-da va ideologiyasi ikkita dindan kelib chiqyapti va bir-biriga qarshi bular alohida millat bo'lyapti va Pokistonda qanaqadir ma'noda hindular yasholmaydi va Hindistonda nimalar musulmonlar yasholmaydi degan nima bilan bir-birlarini o'sha stixiyaviy tarzda odamlar qurollanib bir-biriga qarshi kurashyapti. Xo'p, buni bildik. Bangladesh, bugungi kundagi Bangladesh deb atalgan davlat, hozir Hindiston bilan chegaradosh. O'sha davlat Sharqiy Pokiston deb atalgan. Pokistonni hududi bo'lgan, chunki o'zi aslida u tarixiy Bangolani nimasi bo'lgan. Bangola ham kattaroq bo'lgan aslida, yarmi Hindistonga o'tib ketgan, lekin aynan shu hozirgi zamonaviy Bangladesh davlatining hududida asosan musulmonlar yashaydi va shuning uchun Pokistonga qo'shilgan. Pokiston bilan qanaqadir chegarasi yo'q, alohida-yu, lekin Pokistonga bo'ysungan Sharqiy Pokiston deyilgan. Bular nima bo'lib keyinchalik mustaqil bu yerda asosan bular ham musulmon edi. Alohida Pokiston hududiga o'tishgan, lekin nima bo'lib ular ajralishdi. Birinchisida mana shu birinchi Pokiston Hindu jang boshlagandan keyin o'zi Pokiston uncha armiyasini effektivni qurilmagan. Demak, jangni desak yutqazgan. O'sha vaqt Bangladesh ham o'zini ozodligini xohladi. Chunki qayerda Pokiston va qayerda Bangladesh. Demak, ularning orasida bir qancha kilometr yerlar bor. Madaniyat sifatida ham ular demak boshqa xalqlar. Lekin bu narsa относительный desak bo'ladida, chunki Pokistonda ham ancha millatlar o'z madaniyatlari bilan, lekin musulmon bo'lib birlashtirdi. Va endi ularni demak support qildi, ularni podдержкасini berdi. Nimaga? Chunki ularniki intereslarda bo'ldi Pokistonni zaif qilish uchun. Ya'niki xuddi o'sha aytganingdek, ular musulmon bo'lsa ham, lekin har xil madaniyatga ega xalqlar edi. Alohida tillari ham bor o'zlarining. Va xo'p, hozirgi Pokistonda ham har xil millatlar, madaniyatlar bor, lekin ularga asosiy narsasi hududi boshqa joyda joylashgandi va shu turtki bo'ldi ularning mustaqil bo'lishiga. Va lekin boshqa narsalar ham eshitganman, iqtisodiy tarafdan ham ularga ko'pchilik uncha e'tibor berilmagan ekan markazda Pokistondan. Ularning hududi hozirgi Pokistondan bir 5 marta kichik, shundan kichik bo'lsa ham, lekin aholisi deyarli teng Pokiston bilan. Shu jihatdan e'tibor berilmagandan keyin 71-yil adashmasam, urushda Pokiston bilan Hindiston urushida 71-yildagi Hindiston yordam beradi Bangladeshni ajralishiga Pokistondan va o'sha urushda ham Hindiston g'alaba qozongan. Bu yerda nafaqat Kashmir masalasi bo'lyapti va Pokiston Hindiston Pokistonni hududi bo'lgan Bangladeshni ham mustaqil bo'lishiga yordam beryapti. Kartani qo'yib qo'yganmiz. Karta haqida ham kartadan biroz gapiradigan bo'lsak, boyagi Haydarobod dedik yoki Kashmir dedik. Bitta qiziq narsa, Pokistonda eng ko'p millat, o'sha har xil millat ham madaniyat bor dedik, eng soni ko'p bo'lgani Panjobliklar. Ana shu Hindiston bilan chegarada anchagina hududni o'z ichiga olgan va juda ham aholisi zich joylashgan Panjobliklar yashashadi taxmiy shu yerlarda. Va Hindistonda ham, masalan, Hindistonni Panjob shtati ham bor. Mana shu yerda. Hozir biz umumiy Hindiston madaniyati bor edi, ular ikkiga bo'lindi deyapmiz-ku. Aynan o'sha mayda madaniyatlar, millatlar bor edi-ku, ularning ichida yana ikkiga bo'lingan Panjobliklarda. Ya'ni ular o'sha hindu yoki musulmon edi, ular o'zi alohida madaniyati bor edi, lekin o'zlarining ichida ular ham ikkita nima dinga e'tiqod qilishadi asosan, qilishardi va Panjob aynan Britaniya davrida ham alohida Panjob o'sha nimasi bor edi. Britaniyaning ichidagi koloniya bor edi va katta edi.
u ham ikkiga bo'lingan va bugungi kunda Hindiston Panjobda lekin anchagina musulmonlar ham yashaydi. Musulmonlar yashashadi va undan keyinroqda bu yerda o'qish qiyin bo'lyapti. Taxmin shu yerlarda Haydarobod musulmonlar yashaydigan hudud. Mana bu pastroqda asosan tog'li hududlarda Gujarat bor. Gujarat xalqi ham ular ham alohida o'zining madaniyatiga ega va asosan musulmonlar yashashadi. Va bu yerda Kashmir, bu bilmadim xaritani qayerdan oluvdik. U asl Kashmirni Hindiston ichiga ko'rsatgan, Hindistonniki deb, lekin ko'pchilik xaritalarda har xil ko'rsatadi yoki ikkiga bo'lib tashlaydi. Yarmi Hindiston, yarmi Pokistonda ko'rsatadi. Mana shu nisbatan rangi bunday balandroq bo'lgani Kashmir hududi. Kashmir hududi haqida gapirmoqchi. Birinchisidan Haydarobod salgina janubiyroq bo'ladi. Shu yerda Gujarat bo'ladi va shu hududi Panjob deb aytiladi. Demak, panjobliklar birinchisi o'zi Pokistonda bo'lgan panjobliklar musulmonlar. Hindistonda bo'lganlar yoki musulmonlar yoki sinxlar bo'ladi. Demak, mana shu ajratish o'zingiz ko'rinasizda, bir millati demak, ikki chegarasida har xil din bo'lib oladi. Kashmirda ko'pchilik musulmon. Lekin mana shu Janubiy Kashmirni Indiya bosib olgan, chunki mana shunday territorial spor bo'lganida, demak, Kashmir kimga qolishi kerak mana shu masala suhbatida. Demak, Pokiston Kashmir haligacha eng kattasi olamli konflikt mana shusida, chunki ikkita atomli davlatlar biri-biri bilan mana shu kichkina zominlar uchun urushadi. Ya'niki aytmoqchi bo'lganing, bu konflikt faqat ular o'rtasidagi bir kichik hududiy nima emas, bu butun dunyoni muammosiga aylanishi mumkin. Chunki aynan bular agar urushadigan bo'lsa bu ikkita davlat nima bo'lishi mumkin? Bu 3-jahon urushiga boshqa davlatlarni ham tortib ketishi mumkin yoki oddiy ikkalasi bir-biriga agar atom bombasini otadigan bo'lsa, bu butun atrofdagi hududga zarba berishi mumkin. O'zi chunki masalan ko'rsa bo'ladi, Pokistonda qiziq nima bor ekan? Ba'zi davlatlar bor, atom bombasini nimaga, ya'niki u davlatga agar qanaqadir xavf kelsa, qaysidir boshqa davlatlar atom bombasini otadi. Ba'zi davlatlar esa aytadiki, agar bizlarga hujum qilishsa, bizlarga atom bombasi otsagina keyin bizlar javob sifatida otamiz. Pokistonda qiziq narsa borki, agar Pokistonni Hindiston deylik hududini egallab olsa, kerak bo'lsa ularni chiqarib yuborish uchun o'zini hududida ham atom bombasi otar ekan. Shunaqa qoidasi, qonuni bor ekan. O'zi qiziq jihatlar, boyaga aytdik, 71-yilgi urushda Pokiston juda ham sharmandalarcha mag'lub bo'ladi. Bangladesh qo'lidan ketadi, 50% aholisi ketdi degan edi. Va oradan 2-3 yil o'tib 74-yilda Hindiston atom bombasini qilib yuboradi. Atom laboratoriyada nima o'tkazishadi? Sinov o'tkazishadi va o'shanda Pokiston nimasi aytadiki, bosh vaziri, Yahudiyda atom bombasi bor, xristianda atom bombasi bor, hinduda ham atom bombasi bor, nimaga musulmonda bo'lmasin? Biz kerak bo'lsa o'lan yeb bo'lsa ham, och qolsak ham atom bombasi yaratishimiz shart deydi. Yoki oddiy o'sha Kashmirda aytganim bir marta Hindiston nima qiladi? Suvni to'sib qo'yadi, suvni yo'lini to'sib qo'yganda Pokiston aytadiki, agar bu yerdan suv oqmasa qon oqadi. Suvni ochasizlar deb. Shunaqa keskin gaplar bor. 98-yil Pokiston keyin nima atom bombasiga ega bo'ladi. Men kashmirlik o'rtoqlarim bilan gapirganimda, ular hammasi bir narsa deydi. Biz hamma kashmirlimiz, biz jangchimiz. Demak, kshatriyalardan kelyapmiz. Demak, biz o'zimiz makoni uchun, hududi uchun, yerlar, to'proq uchun qon to'kamiz. Qon to'kamiz. Demak, ular uchun, ularda masalan kashmirlarda umuman qurol yo'q. Quroli yoki pashtunlardan yoki pokistonlardan keladi. Demak, ular toshlar bilan, mana shunday G'ozaday, Filistinlikday toshlar bilan, mana shu qurolchilar bilan urushadi. Toshlar bilan. Haligacha Indiyasi eng katta muammosi ko'p kishi bo'lgandan orqasida mana shu Kashmir muammosi. Kashmirliklar jangchi deganing, ular aslan Hindistonga qarshimi?
Ha, demak, kashmirlik hammasi 90 necha foiz musulmonlar. Demak, hindular, buddiylar ham bor, lekin kaminchada. Demak, hindu tarafi, Hindiston tarafi demak Azadiy Kashmir bo'lgan, Pokistonlik tarafi Ladakh va o'zi g'arbiy tomoni olingan. Demak, o'zi Indiya hozirgi davlatida nimaga shunday siyosati bo'lyapti? Baburiylarni anov qilish, yomonlashtirish, nimaga o'ziniki millatchiligini diniy tarafidan kirgizadi? Chunki eng kattasi siyosatli muammo hindular uchun Pokiston musulmon davlati va musulmon o'zligi toshida qurilganda. Ha, ya'niki bu yerda yana O'rta Osiyo bilan agar taqqoslab ko'rsatadigan bo'lsak, bizlarda o'sha o'zbek millati ham dedik, nomini kelib chiqishi dindan boshqa narsa bo'lgan bo'lsa ham, lekin bu millatlar siyosiy millat sifatida SSR davrida tuzildi va u yerda din yo'q edi. Siyosiy nima bo'yicha qarashlar bo'yicha tuzilgan. Boyagi o'zbek, qozoq, tojik hammasi siyosiy tarafdan tuzilgan, bu yerda din yo'q. Bularda esa nimaga hozir din haqida ko'p gapirilyapti? Aynan bo'linishiga sabab diniy faktor keltirilgan va bu millatlarni tashkil topishida din hisobga olingan. Shuning uchun bularda juda ham fundamental o'sha qarshilik va kelajakda ham ancha ishlar qilish kerak bu muammolarni yechish uchun. Xo'p, bugungi kundagi masalalar asosan o'sha Kashmir va men yana o'ylayman shu nima masala bo'lyapti. Pokistonda hozir 200 milliondan ortiq musulmon bor. Va katta muammolar ichida nima sababdan bo'lyapti? Aynan zamonaviy Hindiston demokratik davlat bo'lsa ham, zamonaviy o'sha nimasi hukumati asosan hindutva degan ideologiyadan kelib chiqqani uchun adashmasam bugungi kunda ular o'zlarini tarixiy musulmon madaniyatini tan olmaslik yo'lidan boryapti. Masalan, o'sha Boburiylar qurgan ko'pchilik nimalarni buzilishi ham adashmasam shunga bog'liq. Va shuni hozirgi yana o'sha konflikt avj olishiga ta'siri bormi? Ha, demak, birinchisidan Hindistonda 200 milliondan ko'p musulmonlar yashaydi. Bu juda katta demak sifrasi. O'zing bilasan, O'rta Osiyoda o'zi 80 million. 80 million yashaydi. Demak, bir Hindiston demak nomusulmon davlatida 200 million musulmonlar yashaydi. Sen o'zing bilasan qanday muammolarni shuni belgilab beradi. Demak, har doim musulmonlarni zulm qiladi. Har doim musulmonlar mana shu zulm bilan qarshi bo'lib ketyapti, lekin hozirgi hukmdor bo'lgan partiyasi demak mana shu siyosiy anti-islamist, demak islamofob tarafiga borib ketyapti anchadan beri. Musulmonlarga demak o'zi qarshi bo'lyapti. Ularda masalan shunday misol keltirganlar, demak kimdirdi mana shunday ularda bayrami bor-ku hindularda, hindu rang bayrami. Holimidi? Ha, Holi. Demak, musulmonlar kim mana shunday men Holida bo'lmayman deb yoki kraska menga ranglar menga tegmasin deb ularda majburlab mana shu ranglar bilan tashaydida ularni. Bu eng kichkinasi muammo. Chunki o'ldirish Indiyada yoki zo'rlab tashlash, demak qizlarni bu juda ko'p keladigan narsada. Demak, hozirgi Hindistonda va Pokiston orasida ko'p mana shunday musulmon va hindular tarixi bor va shu bilan o'ziniki identity, demak o'zlikni quriladi. Mana shu qurilishdan keyin mana shu hozirgi bo'lgan Modi prezidenti hindutva siyosiy politikasi bilan hozirgacha ham hammasi bir-birini nafrat etadi. Bu katta muammo, chunki ikkalasi ham demak nuklear davlat, demak ikkalasi ham yadерный bombalari bor.
Demak, bu nafaqat Indiya va Pokistonni tegadi va yoki kulli olamni yoki minimumda O'rta Osiyoni ham. Demak, hozir Hindiya, Pokiston birligini hech qachon ko'rmaymiz menimcha. Demak, yoki bir taraf bosib ketadi, yoki endi 3-jahon jangi bo'ladi-da. Tushunarli. Ya'niki ularni muammolari fundamental muammoga aylangan. Ya'niki o'sha zamonaviy o'sha Yevropa modernizm standartlari bo'yicha bo'lingandan keyin tabiiyki bu yerda Pokiston bor ekan, musulmon bo'lgan aholi uchun davlat bor ekan, Hindistonda tabiiyki shuncha musulmon bo'lsa ham baribir ular boshlanishidan hindular uchun bo'ldimi, har doim musulmonlar bilan muammo bo'ladi deb o'ylayman. Shu jihatdan kelib chiqib ularni birlashishi imkonsiz ya'ni. Ha. Va hozirgi muammolar ham shundan kelib chiqyapti menimcha. Ha. Va umid qilamizki, endi birlashuv bo'ladi bo'lmaydi, bu muammolar ya'niki faol urush bo'lmaydi. Va mavzu haqida aytadigan bo'lsak, mavzuni biz ozgina yoritdik xolos. Kimlarda fikrar bo'lsa guruhda yana yozinglar. Agar yana kimlardir ishtirok etmoqchi bo'lsa, aynan bu mavzu yo boshqa mavzu haqida har gal aytgandek hamma uchun ochiq. Til muammosi uchun uzr so'raymiz. Bizlarda Sherzodda va menda ham bor, ora-orada bo'ladi. Menimcha tugatsak ham bo'ladi. Hammaga e'tibor uchun rahmat deymiz. Rahmat. Va bizlarni nimamizda guruhimizda faol bo'lishingizni aytamiz.